Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Vodiy derbisiga barchangizni taklif etamiz. Bu derbi maqomi borgan sari oshib borayotgan derbi. Bu derbi o qadim paytlaridagi darajasidan ancha o'sgan derbi. Navbahor hamda Andijon jamoalari o'rtasidagi uchrashuv endi bundan buyon mana shunaqa shiddatli o'tadi. Muxlislar o'rtasidagi o'ziga xos raqobatga aylanadi. Maydondagi raqobatga aylanadi. Tashqaridagi raqobatga aylanadi. Umuman homiylar va klubning tepasida turganlarning barchasining raqobatiga aylanadi. Shunday darajaga chiqdi. Bundan albatta futbolimiz yutadi. Bundan albatta futbolchilar yutadi. Maydonga tushib kelayotgan futbolchilar butunlay boshqa darajadagi o'yinning ishtirokchisi ekanliklarini his qilib o'ynashadi. Ishonmasangiz, biz bilan birgalikda 2 soat davomida mana shu uchrashuvni tomosha qiling. Navbahor jamoasi 2 uchrashuvdan 4 ochko jamg'argan. So'g'diyonadagi ajoyib g'alabadan so'ng Navbahordagi optimizm yana oshdi kelajakka nisbatan. Andijon esa 2 uchrashuvda 2 durang natija qayd etib, turnir jadvalining nisbatan pastki ikkinchi qismida boryapti desak to'g'ri bo'ladi. Taqvimga ham shikoyat qila olmaydi Andijon, chunki jamoa Qo'qon bilan kechgan uchrashuvda durang natija qayd etdi. Keyingi turda ham ushbu jamoaning natijasi o'zi xohlagandek bo'lmadi. Navbahor So'g'diyon ustidan ajoyib g'alabani qo'lga kiritib qaytdi. Yodingizda bor, kubokdagi o'yinga o'xshab ketdi. Undan oldin Dinamo Samarqand bilan durang natija qayd etgan edi. Andijon esa Nasaf bilan birni qo'lga kiritgan. Andijon jamoasi oxirgi daqiqalarda, so'nggi soniyalarda comeback qilib yutib ketgan edi. Undan oldin Navbahor hisobni tenglashtirgan edi. Ilgiz Tantasha bugungi uchrashuvni boshqarib boryapti. Andrey Sapenko yordam beradi. Vladislav Seytlin nazoratchi hakam, yana bir yordamchi hakam Timur Gaynullin, zaxira hakami Shahboz Azimov, komissar Diyor Xotamqulov, Varda Nikita Mustafin ishlayapti. Omad tilaymiz. Baxtiyor Xo'ja Shavkatov avarda ishlamoqda. Uzatiladi to'p va ichkarida bosh bilan zarba yo'llaydigan futbolchi bor. Gol! Ajoyib tarzda tashkil etildi va raqib darvozasi ishg'ol etilyapti. Juda oson gol uryapti, lekin bu ishlangan reja ekanligi yaqqol namoyon bo'lmoqda do'stlar. Navbahor hisobni ochdi. O'rinboyev qahramon. O'rinboyev havo qiroli ekanligini mana shu lahzada ko'rsatdi. Havoda sakrab turib, to'pni darvozaga mixladi. Eldor reaksiya berdimi, bermadimi bilmadim. Mana bunaqa o'ynab ketildi. Ofsayd yo'q. Ichkariga uzatma bo'ladi. Havodan zo'r pas. Bildingiz-a, kim xatoga yo'l qo'yganligini taxminan bilib oldingiz. Bu yerda Uskokovich shundoq yonidan Zabihillani o'tkazib yubordi. Uchrashuv mana shunday boshqacha bir shiddat bilan boshlangani davomini belgilab beradi do'stlar. Tezkor gol bo'ldi. Ofsayd bo'lgan bo'lmaganligini menimcha VAR ko'rib chiqyapti. Bizga ko'rsatilgan kadrda yo'q, hech narsa yo'q edi. Shuning uchun hali hammasi to'pga teginmagan Andijon futbolchilari maydon markazidan navbatdagi marta uchrashuvni boshlab berishlariga to'g'ri keladi. Yo'q, ko'ryapti hakam. VARdagilar ko'ryapti aniqrog'i. Bo'ldi, hammasi joyida. Biz ko'rganimiz rost. 1-0. Endi Andijon majbur oldinga chiqishga. Layev to'pni qabul qilishda xatoga yo'l qo'ydi. Kichikroq xato. Lekin ko'ryapsizmi, yutqazayotgan jamoaning oldinga chiqishi tabiiy hol, ammo yutayotgan jamoa ko'pincha 1-0 dan keyin himoyaga tushib olardi. To'p birinchi bo'lib keldi. Keyingisi va gol!
Andijon ham gol urib ketyapti. Vodiyda show derbi. Endi nima deysiz bu yoqqa? Mashukov urdi hozir. Hisob tenglashdi. Boya Said Azamatning pasini golga aylantirgan edi O'rinboyev. Endi esa mana bu joydagi himoyachilarning himoyachilar emas, darvozabon. Keyingisi avtogol deb yoziladi. Mashukovga emas. Farqi yo'q. Pasni qarang. Kimga ham aybni to'nkashni bilmaydi odam. Hamma futbolchi o'zining pozitsiyasida edi. Kutilmagan vaziyat bilan darvozabon oldinroq chiqish kerak edi, adashmasam. Xullas, yana gol. 1-1. 4-2-3 bilan 1 bilan o'ynayapti Navbahor. 4-2-3-1 bilan Andijon ham o'ynamoqda. Endi bu yog'i yana qiziq bo'ladi. Yana qiziq bo'ladi. Burchak zarbasi. Qolgalish intriga bor. Voy, juda chiroyli gol bo'lishi mumkin edi agar salgina aniqroq yo'llanganida. Tur shedevridan bahra olishimiz mumkin edi. Bir ko'raylik-chi. Tovondami? Gilyerme avtogolni shunaqa gol bilan yuvaman dedi shekilli. Yetadimi shunaqa gol ursam senlarga degandek harakat qildi. 36-daqiqa. G'ulomov bo'ldi. Muhammad Karim. Ajoyib pas va aldaydimi? Keyingi zarba noaniq Osmonov falakka tepib yubordi. Mashukov. Yaxshi kirib bordi Andijon hozir. Raqib jarima maydonchasiga. Navbahor futbolchilari ruxsat berishdi, kutilmaganda. Mana bu pasga respekt Mexanovichdan. G'ulomov uni hujumchiga aylanib ketdi bu epizodda. Xo'sh, Navbahorning hujumi va hozir hisob o'zgarishi mumkin. O'zgaryapti. Bitta qarshi hujum va namanganlik futbol muxlislarining bayrami. Mana imkoniyat topildi deguncha Navbahor o'zining golini uryapti. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana shunday ijro qilinishi kerak va Ubaydullayev ushbu golning muallifi ekanligini bizga yozishyapti, lekin mana bu teyidini ko'rsatishyapti. To'p unga teydimi yoki boshligiga tegdimi degan savolni beramiz. Ikkinchi qavatdagi kurash, yechib olish, yengib olish. Ha. Bu yerda Ubaydullayev teyidi masalani hal qilgan ekan boshida, menimcha Umid Ergashevning uzatmasini mana ko'rdingiz, shu joyda, bu yerda hammasini yo'q, G'ulomov urgan ekan umuman o'zida, hattoki. Chunki yechib bergan, to'pni havoda yutib bergan Zabihilla. Yana qarshi hujum. Navbahor qarshi hujum rejimiga o'tib oldi. Jiddiy jarohat bo'ldi shekilli. Mana shu to'pga tashlangan paytda to'pni oldi. Var ko'rishi ham mumkin ekan agar butsaning tagi tekkan bo'lsa. Komilov yotibdi. Tayirov tayyorgarlik ko'ryapti maydonga tushishga.
Shahzod Pedro ham braziliyalik futbolchi. Braziliyaliklar ancha to'planib qolishdi Navbahorda. Andijon fan klubi Barni ko'rgani ketmayapti kesh qilib. Barni. Nimaga hamma u tomonga yugurib ketdi? Barni. Shu pastdan qanday o'ynaganligi bo'lib ham Komilov hozir almashtirildimi? Almashtirilgandek ko'rsatilyapti. Hali epizod tugamagan, yangi epizod boshlanmagan. Bizga ko'rsatishmayapti takroriy lavha, bilib olamiz baribir. Ilgiz Tantashev o'zi hal qiladi. Vaziyat butunlay o'zgarib ketadi agar kartochka ko'rsatilsa. Turli rakurslardan hozir namoyish ketyapti chog'i. Bizga shu paytda endi hakamni ko'rib turishimiz mayli yomon emas-ku, lekin kadrdan ham bo'lsa yaxshi bo'lardi. Endi mayli bo'ldi. Deyarli hozir qaror qabul qilinadigan paytga keldi. Kerak emas. Qaror qabul qilingandan keyin baribir beriladi. Muhimi mana shu Ilgiz Tantashevga yetarlicha ko'rsatilsa, shu kifoya. Mana ketdi. Yaqinlashamiz. Andijonning futbolchisi ham bosgan bo'lishi mumkin hozir. Qiziq jarayon. Men Navbahor dedim, aslida Andijonning futbolchisi ham bosgan bo'lishi mumkin. Qizil kartochka ko'rilmoqda deyapti. Navbahor futbolchilari e'tiroz bildirishayotgandan xulosa qiladigan bo'lsak, bu Navbahor futbolchisiga ham ko'rsatilishi mumkinmi? Ha. Aytdim-ku. Bunisi bo'lib chiqdi. Navbahor futbolchilari cho'chib ketishdi hozir. Bizning futbolchimizga ko'rsatadi chog'ida. Aslida Mexanovich keyin g'irchillatib bosganligi ma'lum bo'ldi. Vaziyatni ko'rib chiqdi hakam. Boshida biz ham o'zi Komilov butsasini tishi bilan tepib yuborgan deb ham o'yladik. Lekin keyin qayta ko'rsatilgandan so'ng aslida Navbahor futbolchisi emas. Mana endi Komilov chiqib ketyapti. Ana endi Komilov narigi tomondan chiqib ketsa ham bo'ladi. Ana endi almashadi. Bu sariq kartochka bilan ketadi. U sariq kartochka bilan tayanch zonasida o'ynash juda xavfliligini Sergey Lushambulovni almashtirdi. Qarshi hujum va mana bu vaziyat jiddiy bo'lishi mumkin. Uzatma bo'ladimi? Ber pas. Tep darvozabon joyida. Alisher Odilov. Pedrodan qabul qilib olgan to'pni darvozaga aniq yo'lladi-yu, lekin darvozabon ham mahoratini ishga soldi. Ofsaydga tushgan ekan lekin. Odilov, bayroqcha ham ko'tarildi. Hamma joyida. Bo'ldi, Andijonda faqat ikkinchi qavatdan to'p uzatish qoldi shekilli. Alisher Odilov to'pni chiqib ketmagan deb da'vo qilyapti, lekin yonyapti bu yog'i. Murabbiylar o'z joylarida o'tirisha olmayapti. Zaxiradagilar hamma uchrashuvni
o'zlariga ruxsat berilmagan, lekin chiqib ketmabdi. To'p chiqib ketmagan ekan. Boshlandi derbi. Narsalar uchyapti. Boya sharhning avvalda aytganda, bundan buyon biz Vodiy derbisi deganimizda endi 2-3 ta uchrashuv nazarda tutiladi-yu. Asosan Neftchi hamda Navbahor jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni klassi yuqori deb hisoblardik. Endi bundan buyon shubhasiz Andijonning ham rejalari o'zgardi. Mana to'p chiqib ketmagandi. Rejalari o'zgardi. Jamoa Chempionlar Ligasida ishtirok etadi. Tarkibini ancha kuchaytirdi, baribir legioner futbolchilar oldi. Stadionini quryapti. Hozir stadionni qurayotganligi boisidan o'sha zaxiradagi futbolchimi olib chiqib ketilayotgan? Sariq va qizilmi? Sariqni ayamasdan berib yotibdi. Qizil ham berdi mana. Qolgan daqiqalarda teng bo'lib qolishdi. Endi 5 daqiqa ichida Andijon teng holatda Mirsaidov ketdi, bo'ldi. Mirsaidov o'ziga o'zi qildi deb o'ylayman. Bormaslik kerak edi. Unga sariq kartochka ko'rsatgan edi hakam. Esdan chiqarib qo'ydi va oqibatda mana oldi. 90+3 daqiqada sariq kartochka oldi, 90+5 daqiqada ikkinchi. Endi hozir agar Andijon hisobni tenglashtirib qo'ysa, yana aybdorlar zibon kelmadi, lekin oxirgi hujum emasda bu hali. Hop, uzatma yomon emas va to'p darvozaga kirib ketishi mumkin. Va gol! Gol! Andijon gol uryapti! Yana o'sha voqea. Deja vu Islom Mamadkazimmi? Uyg'oting meni. Uyg'oning agar uxlagan bo'lsangiz. Deja vu. Sarlavha tayyor bu uchrashuvga. Mana ichkaridagi kurash, darvozabon to'pni o'tkazib yubordi va oxirigacha kurash yana o'ziga. Teydiga to'p teydi. Teydi do'stlar, teydiga to'p. Shuning oqibatida gol aynan mana shu legionerga yoziladi. Asosiy ishni esa Mamadkazin qilganligini qayd etamiz. Qoida buzilmagan edi. Varning men ko'rmagan jabru jafosi qoldimu. Dahshatli yakun. Tutayapti, yonyapti, narigi tomonlar qizardi, bo'zardi, ko'kardi. Demak, uchrashuv poyoniga yetdi. Texnik nosozliklar uchun oxirgi daqiqalarda endi u yerdan kelishda shunaqa holatlar kuzatildi. Rozi bo'lasizlar. Muhimi gollarni ko'rib oldik. Muhimi qizil kartochkani ko'rib oldik. Muhimi intriganing eng asosiy haligi shirin joylarini biz ko'rishga va sharhlashga muvaffaq bo'ldik. Vodiy derbisida yana tomonlar murosa ko'chasini tanlashdi. Oxirgi payt boya sharhimiz avvalda aytganimizdek, bu endi boshqa darajaga chiqdi. Navbahor Andijon jamoalar o'rtasidagi uchrashuvning darajasi butunlay boshqa darajaga chiqdi. Yozib qo'yasiz. Kamina Xayrullo Hamidov xizmatingizda bo'ldim. Yana Andijon time ko'rdik. Yana ochkolarni bo'lishib olishganini ko'rdik. Va agarda kubok bo'lganda balkim kimdirning 3-golini ham ko'rdik.